Ko'rib turibsiz, parkovka banda sizni bu to'xtatib turishingiz 100 ball minusga olib keladi. Aylanib o'tamiz orqa tomoniga. Keyingi parkovkaga o'tamiz. Yuring, to'xtamang bu yerda. Keyingisiga o'tamiz. Orqa tomonga aylanib o'tamiz. Mana orqa tomonga aylanib o'tgandan keyin yerga e'tibor berasizlar. Mana yerda yo'l belgisi ham aytibdi mana. Mana yerda yerda B degan chiziq turibdi. Shunga qarab kirib kelamiz, ikki yonni hisobini olib. Mana shu holatda orqa parkovka. Oxiriga borib olamiz. Yopishtirib to'xtang oldiga. Sariq chiziqda. Sal oldiroq yurib oling. Stop. Mana shu joyda ko'pchilik aytadi, nimadirni vishka qilib tushuntirib bering deb. Mana shu qaraganingizda oynadan mana shu egilgan sariq chiziqdan mashinaning orqasi o'tgan bo'ladi. Rolla mana to'liq chapga buralgan holatda, mana o'ng tomoni ham bosmaydi. Bir xilla kirasizlar, faqat birinchi qarash kerak chap tomonga. Endi o'ng tomonga qaraladi. Bo'ldi, rolni qaytarib oling, to'g'ri kiramiz. Yuring. Bo'ldi, stop, malades, bajarildi. 1 2 3 4 5 da 5 sekund. Endi ozgina chiqib, buraymiz endi o'ngga. Polni buray. Polni, yaxshi. Orqa g'ildiragingiz, oldi chap g'ildirak, yaxshi. Bitta to'xtaymiz, rol to'g'rilab olamiz. Chunki bu parkovka qilib olgan mashina sizni oldingizdan o'tib olish kerak. Bu asosiy yo'lda. Ana endi siz yuring. Chunki yo'l bering, ikkinchi darajali yo'l belgisi turibdi. Polni buraymiz. Mana shu holatda qayga yuramiz, bitta to'xtang. Yana to'rga o'tib ketish yo'q. To'g'rida orolcha bor, svetoforga qarab yuramiz. Esingizdan chiqmasin. Orolchani vishka qilib olasizlar. Chorrahadan keyin chapga yurasizlar. Pavorot yoqib oling, svetofor ishorasiga amal qilamiz.